u shundoq azobdan qichqirar ekanki, uni inson va jinlardan boshqa hamma jonzotlar eshitar ekan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Banda qabriga qo'yilib, uning yaqinlari qaytib ketgach, ikki farishta kelib uni o'tirg'izadilar va undan bu Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida sen nima der eding deb so'raydilar. Shunda mu'min kishi men guvohlik beramanki u Allohning bandasi va rasulidir deydi. Shunda unga jannat xushxabarini berishar ekan. Agar uning aksi bo'lsa, iymon keltirmagan inson bilmayman, odamlar nima desa shuni aytardim der ekan. So'ngra haligi insonni ikki qulog'i o'rtasiga temir bolg'ami bilan urilar ekan. U shundoq azobdan qichqirar ekanki, uni inson va jinlardan boshqa hamma jonzotlar eshitar ekan. Imom Buxoriy rivoyatlari. Munofiq insonlarga, iymon keltirmay o'tgan insonlarga qabrda shunaqangi so'roq savol ham o'zi qiyin bo'lar ekan. Va unda qabrdayoq o'zi azob boshlanar ekan. Mo'min odam ana so'roq savoli oson bo'lib, yengil bo'lib, jannatdagi joyini ko'rib rohat farog'atda bo'lar ekan.